Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Kotib AI neyro tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkripsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat. Sivilizatsiya qanday boshlangan? U odamlarning chorvachilik va dehqonchilik kabi murakkabroq texnologik jarayonlarga o'tishi bilan boshlanib, jamiyatning ijtimoiy o'zgarishiga olib kelgan. Bu masala hamon bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Insoniyat ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tgandan so'ng taraqqiyotning qonuniy natijasi sifatida shaharlar paydo bo'ldi. Davlat boshqaruv organlari, yozma qonunlar va yozuv tizimlari vujudga keldi. Ko'rib turganingizdek, miloddan avvalgi 4-ming-yillikda sodir bo'lgan yozuvning kashf etilishi haqiqiy burilish nuqtasi edi. Shu boisdan biz hali hanuz buni sivilizatsiyaning asosiy mezonlaridan biri deb hisoblaymiz. Masalan, mashhur Knorozov Maya ierogliflarini o'qishga kirishgan. Uning asosiy maqsadi ularning yozuv bo'lganligini, binobarin sivilizatsiyasi ham mavjud bo'lganligini isbotlash edi. Hammaga salom, men Igor Ziryanov, siz Redrum kanaldasiz. Bu yerda biz marhumlar va o'tmish haqida, tarix haqida suhbatlashamiz. Bugun yozuv tarixi, uning ahamiyati, axborotni saqlash va uzatish usullari qanday rivojlangani va bu ko'pincha kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida gaplashamiz. Miyamiz danbar soni bilan cheklangan. Odam 100 yoki 200 dan ortiq kishini xotirasida saqlab turishga qiynaladi. Shuning uchun katta jamoalarda hatto eng iqtidorli rahbarlar ham vakolatlarni taqsimlashga majbur bo'ladi. Podshohga doimo amaldorlar kerak. Biroq yozuv bo'lmasa, u amaldorlarga faqat shaxsan gaplashib, an'analar yordamida yoki boshqa samarasiz usullar bilan ta'sir o'tkaza oladi. Faraz qilaylik, podshohning 150 ta amaldori bor. Ularning har birining qo'l ostida yana 150 ta odam bor. Bu 22 ming kishi degani. Qizig'i shundaki, bu bitta yirik antik polis aholisi soniga to'g'ri keladi. Ammo undan ham kattaroq hududni boshqarish uchun byurokratiya tizimi talab etiladi. Podshoh irodasini masofadan turib yetkazish usuli kerak. Qat'iy qonunlar zarur bo'ladi axir. Shumer madaniyatining yuksalishi Mesopotamiya bo'ylab yozuvning tarqalishi bilan bir vaqtga to'g'ri kelishi tasodif bo'lmasa kerak. Keling, sizga g'alati tuyulishi mumkin bo'lgan savolga e'tibor qarataylik. Xitoy tilini qiyin deb o'ylaysizmi? Ko'pchilik agar ularga bu savolni ko'chada bersangiz, albatta ha deb javob beradi. Ammo agar shu masala bilan jiddiy shug'ullanadigan tilshunosdan so'rasangiz, u sizga Xitoy tili dunyodagi eng sodda tillardan biri ekanligini aytishi mumkin. Va ko'p jihatdan bu haqiqatan ham shunday. Zamonaviy Xitoy tili, zamonaviy ingliz tili va boshqa ko'plab ommabop tillar singari vaqt o'tishi bilan tobora soddalashib bormoqda. Bunga sabab yangi til egalarining paydo bo'lishi va ularning farzandlari tilni biroz soddalashtirilgan shaklda o'zlashtirdilar. Albatta, bu qat'iy qoida emas, balki umumiy tendensiya. Ta'lim tizimi va boshqa institutlarga qaramay ommabop tillar vaqt o'tishi bilan o'zlashtirish uchun osonlashadi. Bu jarayon xuddi litosfera plitalari harakati kabi sekin va muqarrar tarzda sodir bo'ladi. Xo'sh, unda nega Xitoy tilini murakkab deb hisoblaymiz? Chunki yuqorida aytilganlarning barchasi faqat og'zaki nutqqa taalluqli. Yozuvga kelsak, Xitoy tili yozuvning eng qadimgi shakllaridan biri. Hierogliflardan foydalanadi. Tafsilotlarga berilmasdan va izohlar bo'limida tilshunoslarni g'azablantirmasdan, keling miloddan avvalgi 2-3 ming yillikdagi namunaviy tendensiyalarni qisqacha tasvirlab o'tamiz. Dastlab odamlar tasvirlamoqchi bo'lgan narsalarning rasmini chizishgan. Odatda gap aniq jismoniy obyektlar, qushlar, baliqlar, mamontlar va shu kabilar haqida borgan. Keyinchalik piktogrammalar rivojlangan, murakkabroq tushunchalar uchun alohida belgilar paydo bo'lgan. Xavf, maqtov, yaxshi, yomon va hokazo.
Bunday belgilar ideogrammalar deb ataladi. Tushunchalar ko'payib borgan bu tizim murakkablashib, oxir-oqibat biz ma'lum qoidalarga ko'ra ideogrammalar to'plamidan tuzilgan hierogliflarga ega bo'lganmiz. Ko'rinishidan bu evolyutsiya, ammo shunday bo'lsa-da, hierogliflarni o'rganish niyatida qiyin jarayon bo'lib qolmoqda. Hattoki ba'zi zamonaviy yaponlar ulardan tobora ko'proq voz kechmoqda. Xo'sh, nega hierogliflarni o'rganish bizga shunchalik zerikarli tuyuladi? Chunki ular o'sha qadimgi qo'pol mantiqni davom ettiradi. Agar dunyoda biror narsa mavjud bo'lsa, u alohida ramzga loyiq degan tushuncha bor. Albatta, bu soddalashtirilgan fikr, lekin umumiy g'oyani angladingiz. Bir tomondan bu ajoyib, chunki u Tverga tomon ketayotgan platskart poyezd tomida o'tirib, oysiz tunda bemaza choy simirganingizda his qiladigan tuyg'ularni ifodalovchi turli xil ta'sirchan so'zlarni o'ylab topishga imkon beradi. Biroq boshqa tomondan bu unchalik ham yaxshi emas, chunki xotirada saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlar hajmi juda katta. Shuna qilib, qadimgi shumerlarning mixat yozuvi asosan bir-biriga o'xshash mantiqqa asoslangan edi. Yozuv shu bosqichda ekan, u faqat tor doiradagi professional kotiblarning ishi bo'lib qolaverdi. Shu bois bronza davri uchun kotib hozirgi IT mutaxassisiga o'xshardi. Ham talab qilinadigan malaka, ham obro'-e'tibor, ham daromad jihatidan. Kotiblar davlatning kirim-chiqimlarini hisobga olishgan, diplomatik yozishmalar olib borishgan, qonunlar tuzishgan va albatta hukmdorni madh etishgan. Ular aksariyat fuqarolardan farqli o'laroq devorga biror narsa yoza olishardi. Yozuv ko'p jihatdan hokimiyat qiroliga aylandi. Hatto qadimgi Misrda yangi fir'avn o'tmishdoshlarining yozuvlarini o'chirib tashlash yoki o'z nomini qo'yish uchun ularni o'zgartirish buyrug'ini berishi odatiy hol edi. Hatshepsut bilan shunday bo'lgan. Exnaton bilan esa yanada keskinroq holat yuz bergan. Biz ikkovi haqida alohida videolar tayyorlaganmiz. Oddiy xalq esa bu sehrgarlikka hayrat bilan boqishdan nariga o'ta olmasdi. Vaziyat o'zgarmadi to u, ya'ni alifba paydo bo'lguncha. Tushunyapsizmi? Hierogliflar, mixat va ideogrammalar bilan bog'liq bu dahshat fonida biz o'rganib qolgan alifbo aslida samoviy ne'mat, cheksiz imkoniyat va mo'jiza edi. Muayyan tovushlarni anglatuvchi harf belgilar to'plami. Ulardan biz nutqda ishlatiladigan so'zlarni tuzamiz. Bu ulkan kashfiyot. Bu tizim ancha murakkab va ko'p qirrali. Qushchani fonemalar bilan tasvirlash uni shunchaki chizishdan ko'ra murakkabroq yo'l. Biroq bunday tizimni o'zlashtirish ancha oson. Harflarning so'zlarga birikish tamoyilini tushunib, minglab hierogliflar o'rniga atigi bir necha o'nlab belgilardan foydalanish mumkin bo'ldi. Bu esa yozish va o'qishni o'rganish uchun ketadigan vaqt va kuchni sezilarli darajada kamaytirdi. Ajablanarlisi shuki, hatto qadimgi Misrda ham arxaik hierogliflar tez orada faqat marosim va diniy sohalarda qoldi. Misrliklar esa bo'g'inli yozuvni afzal ko'rishdi, keyin esa hamma joyda harflar ommalasha boshladi. Tarixchilar barcha zamonaviy alifbolarning ajdodi deb hisoblaydigan eng qadimgi harfli yozuv Sinayda va Misrning Vadi al-Xob vodiysida topilgan, ammo proto-Sinay yozuvi deb atalgan bu yozuv misrliklar tomonidan yaratilmagan. Nazariyalardan biriga ko'ra, uni Misrda yashagan semit qullar ishlatgan va Misr hierogliflarining bir qismini asosiy belgilar sifatida olgan. Garchi bu faqat taxminlardan biri bo'lsa-da, u yerda birinchi alifbo, aniqrog'i abjad paydo bo'lgani aniq. Bu shunday alifbo shakliki, unda unli harflar yo'q. Arab va yahudiy yozuv ham shu turga kiradi. Keyin nimadir sodir bo'ldi va bu alifbo yahudiylar Musoning izidan Misrni tark etganlarida uning chegaralaridan tashqariga chiqib ketdi. Chiqish voqeasi albatta ko'proq afsonaviy. Ehtimol Misrdan hech qanday yirik ko'chish jarayoni bo'lmagan. Har holda bizda buning arxeologik dalillari yo'q, lekin bizni boshqa narsa qiziqtiradi. Falastinda Misr harflari kanon, yahudiy va finikiya yozuvlari uchun asos bo'ldi. Keyinchalik finikiyaliklardan harflarni oromiylar o'zlashtirib olishdi. Shu bosqichda harflarning axborot uzatishdagi ahamiyati ko'rina boshladi. Endi yozish faqat mutaxassislarning ishi bo'libgina qolmadi. Qudusning janubidagi Lahish shahrini qazish payti topilgan Lahish yozuvlari singan sopol idishlar bo'laklariga siyoh bilan bitilgan yozuvlar bunga misol bo'la oladi. Bular miloddan avvalgi 6-asr boshlaridagi shaharliklarning shaxsiy xatlaridir. Ularning bir qismini aniq bilishimizcha maxsus yollangan kitoblar emas, balki shaharliklarning o'zlari yozgan.
Albatta, tarixda bunday holatlar ilgari ham bo'lgan, ammo hozir biz aynan harflarning ixtiro qilinishi bunday hollarni sezilarli darajada ko'paytirgan degan fikrdamiz. Demak, qadimgi yahudiylar barchasi savodxon bo'lganmi? Aslida yo'q. Chamasi Yahudiya podshohligida savodli aholi atiga 2% ni tashkil etgan. Ammo bu baribir hierogliflarga nisbatan kichik bo'lsa-da, oldinga tashlangan qadam edi. Buni ustiga Yahudiya podshohligi maktablari bo'lgan Misr yoki Bobil singari o'sha paytda ta'lim markazi bo'lmagan. Qadimgi Yunoniston va Rimda bu masala ancha yaxshi hal etilgan edi. Yunon, etrusk va lotin alifbolari juda muhim bir narsani, unlilarni qo'shdi. Ilgari butun yaqin sharq faqat undoshlar bilan cheklanib kelgan edi. Natijada miloddan avvalgi 5-asrda Yunonistonda haqiqiy savodxonlik inqilobi yuz berdi. O'qish va yozish ko'nikmasi birinchi marta nisbatan ommaviy hodisaga aylandi. Odatdagidek zamondoshlar bu o'zgarishlarni sezmay qolishdi. Shunga qaramay, Aristofanga Qurbaqalar poemasiga har kim harflarni o'rgandi, har kim haqiqatni anglab yetadi degan jumlani kiritish tabiiy tuyuldi. Aslida albatta unday emasdi. Afinada aholining atigi 10% savodli edi. Biroq bu ayollar va boshqa to'liq huquqqa ega bo'lmagan aholini hisobga olgandi. Agar ularni hisobga olmasak, har ikkinchi afinalik savodli bo'lgan. Garchi savodxonlik mezonlari masalasi albatta munozarali bo'lib qolmoqda. Rimda axborotni saqlash va uzatish mexanizmlari jihatidan deyarli hech narsa o'zgarmadi. Faqat matnlar miqdori sezilarli darajada ko'paydi xolos. Alifbo demokratiya vositasiga ham aylandi. Buni ostrakizm amaliyoti yaxshi ko'rsatib turadi. Yiliga bir marta Afinaning barcha fuqarolari polisdan kimni haydash kerakligi haqida ovoz berishardi. Ovoz berish yashirin tarzda o'tkazilardi. Qurbonning ismi sopol bo'lakchaga yozilib, maxsus idishlarga solinardi. Sopol bo'lakchasi yunoncha astrakon deb atalgan. Shuning uchun ostrakizm atamasi paydo bo'lgan. E'tibor bering, bu usul kommunikatsiya vositalaridan foydalanishning shunday darajasiga mo'ljallanganki, har bir fuqaro harflarni kerakli tartibda o'zi yozishi yoki buni uning o'rniga kim qila olishini bilishi mumkin edi. Aytgancha, bunday sopollarga nafaqat qurbonlarning ismlari yozilgan, balki bu umuman yozish uchun keng tarqalgan material bo'lgan. Amalda hammasi unchalik yorqin emas edi. Masalan, afinalik sarkarda Femistoklni surgun qilish uchun o'tkazilgan mashhur ovoz berishni olaylik. Tarixchilarning hisob-kitobiga ko'ra, o'sha ovoz berish jarayonidan bizga yetib kelgan 190 bitta astrakonni yozuviga qaraganda atigi 15 kishi to'ldirgan ekan. Mana sizga qadimgi Yunon demokratiyasi namunasi. Bundan tashqari, antik davrda asar muallifi tushunchasi paydo bo'ldi. Agar Iliada yoddan aytilgan bo'lsa, Salon o'z she'rini allaqachon papirusga yozib qo'ygan edi. Platon va Aristotel davrida esa nasrni ham yozish odat tusiga kirgan. Vaholanki qadimgi dunyoda kitoblar hech qachon ko'p bo'lmagan, bizgacha bir necha ming antik asar yetib kelgan xolos. Bunga bitta nol qo'shsak ham baribir yuzlab emas, 10 minglab kitob bo'ladi. Aleksandriya kutubxonasidagi 1,5 million kitob haqidagi gap ehtimol afsona. Yozuvning tarqalishi tufayli yana nimalarga erishganimizni bilasizmi? Matnga asoslangan din yozuvsiz hech qachon ulkan hududlarga tarqala olmagan va shu bilan birga yashirin sharoitda aloqalarini yo'qotmagan bo'lardi. Albatta, xristianlarning ko'pchiligi e'tiqodni marosimlar orqali o'rganishgan, ammo jamoa rahbarlari va ilohiyotshunoslar odatda o'qishni bilishardi. Bundan tashqari kitob formati muqaddas kitobni o'qish uchun juda qulay edi. Qaydlar va izohlar qilish, muqaddas tarix qismlarini boblarga bo'lish, turli sahifalarni taqqoslash va boshqa imkoniyatlar paydo bo'ldi. Keyingi katta axborot sakrashi g'alati bo'lsa-da, o'rta asrlarda sodir bo'ldi. O'rta asrlarda umuman olganda G'arbda ham, Vizantiyada ham ma'lumot darajasi o'rtacha pasaygan. Bu haqida Telegramda bir necha qiziqarli faktlar keltirganmiz. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, havola orqali o'ting va obuna bo'ling. Ammo aynan o'sha paytda bir nechta yutuqlar qo'lga kiritildiki, ularsiz Yevropa sivilizatsiyasining keyingi rivojlanishini tasavvur qilish qiyin.
Taxminan 7-asrda Irlandiyada rohiblar so'zlar orasidagi bo'shliq probelni ixtiro qilishdi. Ha, bu haqiqatan ham muhim ixtiro edi. Bir asr o'tgach Fransiyaning Korbi shahridagi Avliyo Pyotr abbatligi rohiblari Karolin minuskulini o'ylab topdilar. Bu asrda bosh harflar so'zlarini ajratish va umuman harflarning bizga tanish shakli mavjud bo'lgan zamonaviy yozuv uslubi edi. Hech bo'lmaganda uni gotika shrifti bilan taqqoslang. Aytish mumkinki, hozirda dunyoning 4dan 3 qismini Kaliforniya va Avstraliyadan Qozog'iston va Vyetnamgacha bo'lgan hududni egallab olgan lotin yozuvi va uning shriftlari aynan Korbida yaratilgan. Karolin minuskuli hozirda italik, kursi va umuman Times New Roman kabi odatiy shriftlarning aksariyat qismidir. Mana sizga ajoyib ma'lumot. Shriftlar kitoblarning hajmini o'zgartirdi. Ilk o'rta asrlarda Bibliya 9 ta qalin jildni egallagan bo'lsa, 14-asrga kelib atiga 2 ta jildga sig'adigan bo'ldi. Bu albatta zamonaviy kitoblardan ko'proq, ammo ancha yaxshi natija edi. O'qish oson va yoqimli bo'lib qoldi. Ko'zlar kamroq charchardi. Eng muhimi, fikr mantig'ini miyada ushlab turish uchun ancha kam kuch sarflash kerak bo'lardi. O'qish va yozish paytida nuqta qo'yib tanaffus qilish mumkin edi. Nuqtalar umuman olganda tinish belgilar ham taxminan o'sha davrda paydo bo'lgan. Biroq asosiy o'zgarish qog'ozda emas, odamlarning ongida sodir bo'ldi. Ular ichlarida ko'proq o'qiy boshlashdi. Matn tushunarsiz bo'lsa, uni ovoz chiqarib talaffuz qilgingiz keladi. Hech bo'lmasa g'o'ng'illab o'qish istagi tug'iladi. Antik davrda ham asosan shunday qilishgan. Baland ovozda atrofdagilarga eshittirib o'qishgan. 19-asrda chalasavod rus dehqonlar ham xuddi shunday o'qidilar. O'qish oson va sodda bo'lsa, ichingizda o'qishi mumkin. Xo'sh, ichingizda yoki ovoz chiqarib o'qishning nima farqi bor? Aslida odam birinchi marta matn bilan yolg'iz qoldi. Gap shundaki, ichida o'qish mazmunini qabul qilishda ko'proq erkinlikni ta'minlaydi. Zamonaviy madaniyatshunoslarning barchasi ommaviy ichda o'qishning boshlanishi o'quvchilarda individualizm va ma'lum ma'noda tanqidiy fikrlashning yanada shakllanishiga katta hissa qo'shgan degan fikrga kelishdi. Savodxonlikning qadri oshdi, chunki endi u dunyoviy yoki cherkov byurokratiyasi qo'lidagi vosita emas, shunchaki aqidalarni qayd etish usuli ham emasdi. Endi har qanday ma'lumotni saqlash va uzatish mumkin bo'ldi, chunki u birinchi navbatda atrofdagi hamma uchun emas, balki faqat uni o'qiydigan kishi uchun mo'ljallangan edi. Eng yorqin misol taxminan 11-asrdan boshlab adabiyotga erotika faol kirib kela boshladi. Albatta, u ilgari ham bo'lgan, ammo bunday ko'lamda emas edi. Endi esa bu mavzuni keng yoritish imkoniyati tug'ildi. Buni ustiga kitob o'qiganda qo'llar bo'sh bo'lardi, lekin hazilni bir chetga qo'yaylik. Taraqqiyot yo'li shunday ko'rinadi. Zero adabiyot faqat behayo tasvirlar hisobiga boyigani yo'q. O'rta asr rohiblari harflar bilan ozgina tajriba o'tkazishdi. Buning natijasida o'rta asr universitetlari italiyalik gumanistlar uyg'onish davrini boshlab bergan antik adabiyot to'plovchilari paydo bo'ldi. Umuman olganda, Petrarka va ilohiy komediya kabi butun dunyoviy adabiyot ham shundan kelib chiqdi. Satira, ishqiy asarlar, jamiyat asoslarini tanqid qilish, bularning barchasi so'zlar orasidagi bo'shliq tufayli ancha qulay bo'lib qoldi. To'g'ri, bu yerda yagona sabab bu emasdi. Jamiyat asoslarini tanqid qilishning oqibatlariga hali to'xtalamiz, ammo hozircha bir muhim savolga javob berish kerak. Bu matnlarning barchasi umuman nimaga yozilgan? Antik davrda va ilk o'rta asrlarda yozuv uchun eng yaxshi material papirus edi. Bu Misrda o'sadigan qamish turi edi. Papirus tasma shaklida kesilib, varaqlarga preslangan. Bu butun Misr sivilizatsiyasiga yetarli bo'lgan, hozir esa sayyohlarga esdalik sifatida sotilmoqda. Papirus hamma uchun yaxshi edi, faqat bir muammo bor edi. U faqat Misrda o'sardi. Uni Yaqin Sharqning boshqa mamlakatlarida ham o'stirishga urinishgan, ammo o'xshamagan. Misr hukmdori kim bo'lishidan qat'iy nazar O'rta Yer dengizi hududidagi eng sifatli yozuv materialiga doimo monopol egalik qilgan. Agar biror joyda nimadir yozilgan bo'lsa, u albatta Misr papirusiga yozilgan. Mashhur Iskandariya kutubxonasidagi kitoblar papirus o'ramlaridan iborat bo'lgan. Bu o'ramlarni Platon ham, Iskandar Zulqarnayn ham o'qigan. Hozirga qadar G'arbiy Yevropa tillarida qog'oz so'zi misrcha papirusdan kelib chiqqan. Jumladan inglizcha paper so'zi ham. Albatta, bu holat ko'pchilikka yoqmasdi. Afsonaga ko'ra, Misr firavni Kichik Osiyodagi Pergam shahri kutubxonasiga papiruslarni yetkazib berishda taqiqlagan edi. U yerda ishlov berilgan buzoq terisidan yangi yozuv materiali ixtiro qilingan. Uni vatanparvarlarcha pergament deb atashgan. Biroq bu resurslarning cheklanganligi muammosini hal qilmadi. Ikkala material ham hamon juda qimmat edi.
Papirus chetdan keltirilardi. Arablar Misrni bosib olgandan keyin esa uni olib kelish yanada qiyinlashgan edi. Pergament esa chorva mollarining soniga juda bog'liq edi. Bundan tashqari bu chorva mollarining sifat ko'rsatkichlariga ham bog'liq edi. Chunki ma'lum bo'lishicha, yozuv materiali tayyorlash uchun eng yaxshisi yosh qo'zichoqlar terisi edi. Aslida pergamentning qimmatligi tufayli biz ko'plab o'rta asr salnomalarni yo'qotganmiz, chunki eski matnlar shunchaki o'chirilib, ularning ustiga yangilari yozilgan. Qog'oz hamma narsani o'zgartirib yubordi. Xitoyliklar uni Han sulolasi davrida milodiy va miloddan avvalgi eralar tutashgan paytda ixtiro qilishgan. Ammo O'rta Yer dengizi atrofida ishlab chiqarish deyarli 1000 yildan keyin boshlandi. Yana Misrda u yerdan texnologiya va arab dunyosiga, so'ngra 1085-yilda Ispaniyada xristianlar Toledoni zabt etgach, Yevropaga ham yetib bordi. Qog'ozning afzalligi shundaki, uni istalgan narsadan, hatto eski lattalardan ham tayyorlash mumkin. Aslida Yevropaliklar 19-asrgacha shunday qilishgan. Asrlar davomida maxsus odamlar, lattafurushlar eski latta putalarini yig'ib, qog'oz fabrikalariga topshirishardi. Aytgancha, bu tarixdagi birinchi aytish mumkinki, qayta ishlash jarayoni edi. Balki birinchisi emasdir, lekin bu ajoyib misol. Qog'oz dastlab Ispaniyaning Aragon hududida ishlab chiqarila boshlangan, ammo haqiqiy yutuq 1276-yilda Papa viloyatidagi Fabriano shahrida qo'lga kiritildi. Mahalliy qog'oz fabrikasida qog'oz ishlab chiqarish ilk bor avtomatlashtirildi. U yerdagi dastgohlar suv kuchi bilan ishlardi. Bundan tashqari Fabrianoda suv belgilari texnologiyasini ixtiro qilishga va qog'ozga jelatin qo'shishni o'rganishga muvaffaq bo'lishdi. Bu esa uni yanada mustahkam qildi. Qisqasi, u yerda o'z davrining eng sifatli qog'ozi ishlab chiqarilardi. U shunchalik ajoyib ediki, hatto Yevropa chegaralaridan chiqib musulmon dunyosiga ham kirib bordi. 14-asrda qayerdadir hatto kofirlar qog'ozga muqaddas matnlarni yozish mumkinligi haqida bahslar ham bo'lgan. E'tiborli tomoni shundaki, bu mumkin degan xulosaga kelishgan. Biroq qog'oz hamon ancha qimmat edi. 10-asrda Misrda 150 varaqli standart dasta bir unsiya oltinga teng edi. Qog'oz arzonlashganida ham u noyob mahsulot bo'lib qolaverdi. 1539-yilda Yaman imomi Yahyo Sharafiddin turklarni mag'lub etganida, zamondoshlarining xotiralariga ko'ra, o'lja qog'ozi uning uchun o'lja to'plaridan ham muhimroq bo'lgan. Shunday qilib, biz 15-asr o'rtalariga va Johann Gutenberg ixtirosiga yaqinlashamiz. Fikrimni takrorlayman, kitobxonlik madaniyati o'zgarmaganda va qog'oz ishlab chiqarishning arzon usuli ixtiro qilinmaganda, Yevropada kitob bosish bu qadar rivojlanmagan bo'lardi, chunki masalan Xitoyda u ancha oldin ma'lum edi. Ammo Xitoy voqeligida bu ko'p narsani o'zgartirmadi. Yuqoridagi omillar va hieroglif yozuv tufayli, ammo Yevropada bu haqiqiy axborot inqilobiga aylandi. Alifbo kitob bosish texnologiyasi uchun juda mos edi va bu axborot tarqalishni butunlay o'zgartirdi. 1470-yildayoq bir katolik ruhoniysi chop etilgan vaz mehrobda o'qilgan vazdan ko'ra samaraliroq ekanini ta'kidlagan. Keyin esa reformatsiya yuz berdi. Martin Luther katolik cherkoviga shubha bilan qaragan birinchi odam emasdi. U hatto o'z talablarini biror joyga mixlagan birinchi odam ham emasdi. Buni Lutherdan 100 yil oldin Londondagi Avliyo Pavel cherkovida John Wycliffe tarafdorlari qilishgan. Ammo na Wycliffe, na Jan Hus, na Leonlik Vois Pierre Valdo, na Novgorodlik Karl Strigelnik Lutherdagidek kuchli targ'ibot qiroliga ega emasdi. Martin Lutherni hatto tarafdorlar ham hazillashib masxara qilishardi. Butun Germaniya bo'ylab vazxonlik qilish o'rniga u haftalab uyida o'tirib kitob bosardi. Martin bunga javoban kitoblar orqali vaz qilishni afzal ko'rishni aytardi. U nima qilayotganini bilardi. Luther o'zining nemis tilidagi Injilining million nusxasini sotishga erishdi. Muqaddas Rim imperiyasi aholisining umumiy soni esa o'shanda taxminan 18 millionni tashkil etardi. Agar aholi soniga nisbatan hisoblansa, bu Harry Potter bilan taqqoslanadigan adad edi. Pamfletlar va varaqalar esa kitoblarga qaraganda kuchliroq tarqalardi. Asosan ular rasmlar va turli shiorlardan iborat bo'lgani uchun bularning tirajlarini deyarli hisoblash imkonsiz edi. Varaqlarning mashhurligi shu darajaga yetdiki, bir payt fransuz qiroli Fransisk I protestant varaqasini o'z eshigidan olib tashlaydi. O'sha paytda Fransiyada protestantlar hali ta'qib qilinmagan edi. Boshqa davrlarda reformatsiya mahalliy ma'naviy oqim bo'lib qolishi mumkin edi. Ammo bosma dastgoh yordamida u bir necha 10 yil ichida katolik Yevropani parchalab tashladi.
Luter esa mualliflik huquqini himoya qilishda birinchi bo'lib chiqdi. U har doim o'z matnlariga atirgul belgisini qo'yardi. Ya'ni o'ziga xos tovar belgisini o'ylab topgan edi. Xudoga ma'qul ish. Protestantlar masalasida bu hatto kinoya ham emas. Reformatsiyadan oldin har qanday hokimiyat qilich, yer va papa tojiga bog'liq edi. Reformatsiyadan keyin bosma dastgoh nazoratsiz hech qanday hokimiyatni tasavvur qilib bo'lmasdi. Luter o'zining bestselleri bilan ko'p jihatdan muvaffaqiyatga erishdi, chunki uning vatani bo'lgan muqaddas Rim imperiyasida markaziy hokimiyat bilan munosabatlar yaxshi emas edi va turli knyazlar o'rtasida minover qilish mumkin edi. Ba'zilar boshqalarga qarama-qarshi o'laroq unga hayron bo'lsa, boshqalari Kayzarga qarshi kurashda uni qo'llab-quvvatlashga tayyor edi. Markazlashgan davlatlarda bunday diplomatiya endi o'tmas edi. Bosmaxona bilasizki, juda katta narsa, uni cho'ntakka yashirib bo'lmaydi. 17-asrdan boshlab Yevropaning ko'plab markazlashgan davlatlari u yoki bu tarzda matbuotni nazorat qila boshladi. Davlat hisobidagi bosma uskunalar, monarx ruxsati bilan beriladigan mualliflik huquqi va oldindan o'tkaziladigan senzura bilan matbuotni nazorat qilish uchun olib borilgan bu kurashda ba'zi ilg'or jihatlar ham bor edi. U tufayli dastlabki gazetalar paydo bo'ldi. Rimda hatto Yuliy Sezar davrida xalqning kundalik ijtimoiy ishlari chop etilardi. Bu barcha xohlovchilar uchun devoriy gazetaga o'xshash narsa edi. Shahar hokimiyati shahar markazida so'nggi yangiliklar yozilgan maxsus taxtalarni osib qo'yardi. Bu eng yaxshi qahvaxonalar tavsiyalari va filmlarga sharhlar yoritilgan birinchi shahar ommaviy axborot vositasiga o'xshardi. Keyinchalik saroy mish-mishlarining qo'lyozma jurnallari paydo bo'ldi. Joriy voqealar haqida pamfletlarda, ya'ni ko'p sahifali varaqalarda o'qish mumkin edi. Wikipedia 1605-yilda Strasburgda nemis tilida nashr etilgan seriyali pamfletni eng qadimgi gazeta deb hisoblaydi, ammo bularning barchasi albatta bizning zamonaviy tushunchamizdagi ommaviy axborot vositalari emasdi. Dastlabki gazetalar garchi yangiliklar elementini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, ko'proq savdo ma'lumotlari, texnik va kasbiy adabiyotlardan iborat edi. O'sha paytdagi jurnallar esa ko'proq zamonaviy blogga o'xshardi. Bularning barchasi asosan mualliflik maqolalari bo'lib, har bir muallifning o'z nuqtai nazari va boshqa mualliflar bilan murosasiz pozitsiyasi bor edi. Zamonaviy gazetalarga biroz o'xshab ketadigan birinchi gazeta 1631-yilda Fransiyada paydo bo'ldi va La Gazette deb nomlandi. Uning noshiri Theophrast Renaud bir vaqtning o'zida saroy mish-mishlari jurnalini ham nashr etardi va shu tariqa mamlakatning eng yirik media magnati edi. Keyinchalik qirol uni matbuot monopoliyasi bilan ham taqdirladi. Ma'rifatchilik davrida Yevropa davlatlarida xususiy kitob bosish bilan shug'ullana boshladilar, ammo hukumatga qarshi pamfletlar ko'payib ketgach, bu faoliyat to'xtatildi. Monarx faylasuflar o'z amaldorlari orasida falsafani yoqtirmas edilar, ammo hech qanday senzura bo'lmaganda ham gazetalar baribir ommaviylasha olmasdi. Muammo fragment davridan beri hal qilinmagan edi. O'qish qimmat hobbi edi. O'sha La Gazettening o'zi 2 kilo non narxidek turardi. Ayirboshlash shu qadar foydasiz ediki, hatto gazetalar ijaraga ham berilardi. Mana shunday foydali repost. To'lovga qodir auditoriya tanqisligi sharoitida dastlabki gazetalar homiylar hisobidan kun kechirardi. Hatto mashhur xalq do'sti va jurnalist Jean-Paul Marat ham xayr-ehsonlar bilan tirikchilik qilardi. Qit'a Yevropada davlatlar senzuraning yangi vositalarini o'zlashtirayotgan bir paytda Angliya so'z erkinligi qal'asiga aylandi. 17-asr mezonlari bo'yicha albatta 1688-yilga shonli inqilobdan so'ng parlament senzurani rasman bekor qildi va bosma mashinalar ijaraga berila boshlandi. Lekin so'z uchun mutlaqo jazolamaslikning iloji yo'q edi. Dastlabki senzura bekor qilingan bo'lsa-da, hech kim jazolovchi senzura, ya'ni postfaktum senzura haqida hech narsa demadi. Hatto erkinlik sevar Angliyada ham isyonkor maqolalar uchun sizni yaxshi holda bir necha yilga qamashardi, yomon holda esa jarimaga tortib 1707-yilda Daniel Defoe kabi sharmandali ustunga bog'lab qo'yishardi. Shunga qaramay, britaniyalik jurnalistlar ruxsat etilgan chegaralarni doimiy ravishda buzib turishardi va 18-asrda hech qayerda Buyuk Britaniyadagidek erkin ommaviy axborot vositalari yo'q edi. Ommaviy axborot vositalari 4-hokimiyat sifatida Times va Guardian haqida gapirish mumkin. Britaniya orollari tabloidlarining ham, harbiy muxbirlarning ham, jurnalistik surishtiruvlarning ham vatanidir. Ammo asosiy muammo hal qilinmagan edi. Gazetalar hali ham juda qimmat bo'lib, ularni aytaylik kioskalardan sotib olish imkonsiz edi. Ular asosan obuna orqali tarqatilar, o'quvchilar esa asosan o'qimishli va badavlat qatlamlardan iborat edi. Monarxlar faqat kerakli gazetalarni moliyalashtirardi va ular faqat kerakli maqolalar yozardi.
Monarxlar bo'lmagan joyda AQShda ikki partiyali tizim mavjud edi. CNN va Fox bir xil narsa haqida turli tillarda gapirgan edik, partiyaviy jurnalistika Amerikada hali ham yashamoqda. Garchi u yerda bir vaqtning o'zida barcha mumkin bo'lgan nuqtai nazarlarning jarchisi hisoblangan Washington Post ham bor. Bu demokratik an'analarning barchasi eski dunyoda chuqur ildiz otgan. Alyan monarxiyasi davrida Fransiyada jurnalistlarning alohida turi politologlardan biri zalda qarsaklar yangragani haqida yozsa, boshqasi xuddi o'sha zal deb baqirgan haqida yozardi. O'sha paytda to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalar yo'q edi va fransuz o'quvchisi umuman olganda bu deputatlar palatasida aslida nima bo'layotganini tushuna olmasdi. 19-asrda bosma dastgohga bug' mashinasini o'rnatish g'oyasi paydo bo'lganda, vaziyat yanada qiziqarli tus oldi. Yangi dastgoh Times gazetasining cheklangan tirajini kuniga 5000 dan soatiga 1000 taga ko'paytirdi. Asr o'rtalarida qog'ozni latta putilardan emas, yog'ochdan tayyorlay boshlashdi. Narx bir zumda 90% ga tushib ketdi. Bosma jurnalistikaning global yuksalishi boshlandi. Masshtab samarasi o'z kuchini ko'rsatdi. Bir asr ichida AQShda gazetalar 6 barobar, har bir soni uchun 1 pensgacha arzonlashdi. Endi ularni ko'chalarda shov-shuv ko'targan bolakaylar sotardi. Daromadlar mutanosib ravishda oshdi. Gazetalarning arzonligi va ommabopligi reklama beruvchilarni o'ziga jalb qildi. Gazetalar dastlab hech qanday homiysiz o'zini oqlaydigan bo'ldi. Keyinchalik esa daromadli biznesga aylandi. Amerikaning birinchi media magnatlari Joseph Pulitzer va Hearst yangi matbuot qamroviga muhtoj ekanligini va uni birinchi navbatda yangi formatlarda topganini tasdiqlaydi. Shunday qilib, janjallar, fitnalar va tergovlar paydo bo'ldi. Hatto korrupsiyaga qarshi mustaqil jurnalistika ham xuddi shu sababga ko'ra shov-shuv ortidan quvish jarayonida vujudga keldi. Makreylar jurnalistlar, ya'ni tergovchilarning aksariyati aynan Pulitzer va Hearst uchun ishlagan. Ba'zan ularning ishlari hayratlanarli natijalar berardi. 1887-yilda Nellie Blyning New Yorkdagi Blackwell orolidagi ayollar ruhiy kasalliklari klinikasidagi g'ayriinsoniy sharoitlar haqidagi jinnixonada 10 kun maqolasidan so'ng Amerikadagi ruhiy shifoxonalar diqqat bilan kuzatila boshlandi. Va bu sohaga byudjet mablag'lari oqib kela boshladi. Ammo Pulitzer va uning The New York World gazetasi uchun Nellie Blyning maqolasi birinchi navbatda shov-shuv uchun vosita edi. Biroq bu sariq matbuot janrini ixtiro qilish bilan cheklanib qolmadi. Gazetalar siyosiy aktyorlarga aylandi. Masalan, bir kuni AQSh Demokratik partiyasi janob Pulitzerni Kongressga nomzod qilib ko'rsatishdan bosh tortdi. Shunda u o'z gazetasida Missuri shtati demokratlari yetakchisining korrupsion sxemalari bo'yicha surishtiruvni e'lon qilib, bu shaxsning karyerasini butunlay barbod qildi. Davlatda mustaqil, ammo o'z egasiga qaram bo'lgan bu gazetalarning barchasi birinchi navbatda aholining eng kambag'al va kam ta'lim olgan qismiga murojaat qilardi. Ularning his-tuyg'ularini boshqarish osonroq edi va ikkala partiyaning saylovchilari asosan shu aholidan iborat edi. O'yinni keyingi texnologik yutuq radio to'lqin o'zgartirdi. Qadimda papirusdan pergamentga, undan pergamentdan qog'ozga o'tish uchun odamlarga 1000 yillar kerak bo'lgan. 20-asrda axborot inqiloblari bir necha 10 yillik tanaffuslar bilan ketma-ket sodir bo'ldi. Telegraf bilan radioning kashf etilishi orasida 70 yil, radio bilan televideniyaning kashf etilishi orasida esa atigi 20 yil o'tdi. Radio yoki televideniya bu auditoriyaning quloqlari va ko'zlariga to'g'ridan-to'g'ri yetib boradigan axborot oqimidir. Zo'riqishning hojati yo'q, chunki shunchaki xushingiz o'zingizda bo'lsa kifoya. Xuddi bizning YouTube bilan bo'lgani kabi. Siyosatchi endi odamlarga bevosita murojaat qilishi va ularga notiqligi bilan ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Gazetani bir chetga qo'yish, qayta o'qish, o'ylab ko'rish mumkin, lekin radio tinglovchini bir lahza ham qo'yib yubormaydi. 1932-yilgi prezidentlik saylovlarida Franklin Roosevelt radio yordamida Herbert Hooverni mag'lub etdi. Roosevelt tug'ma notiq bo'lib, so'zga juda usta edi. Hoover esa iqtisodiyotni saqlab qolish rejasini uzoq va zerikarli tarzda mikrofonga o'qib berdi. Terminologiyaning haddan tashqari ko'pligi va murakkab qo'shma gaplar ommaviy siyosat davrida butunlay ma'ruzalar endi hech narsaga yaramasdi. 60-yilda Kennedy va Nixon o'rtasidagi birinchi teledebatda ham xuddi shunday holat yuz berdi. Roosevelt o'zining notiqlik muvaffaqiyatini kamin yonidagi suhbat radio eshitirishida rivojlantirdi.
Unda yetakchi millatga o'zining asosiy qarorlarini tushuntirardi. Bank islohotlaridan tortib nima uchun natsistlar Germaniyasi yomon, Buyuk Britaniya esa yaxshi ekanligiga qadar. Totalitar davlatlarda ham radioga kam baho berishmagan. Germaniyada radio eshittirish bilan shaxsan targ'ibot vaziri Goebbels shug'ullangan. Uning mehnati samarasidan har qanday nemis bahramand bo'lardi. Arzon xalq priyomniklari faqat eng kerakli to'lqinlarni ushlab turardi. Fashistlar Italiyasida ham o'z radio eshittirish vazirligi bor edi. Mussolini birinchi navbatda radio notiq sifatida tanildi. Uning nutqlarini hatto eshitishni istamaganlar ham bilardilar. Chunki fashistlar birinchi bo'lib radiodan chet el targ'ibot vositasi sifatida foydalana boshladilar. Totalitarizm ko'p jihatdan radio vujudga keldi. Radio rahbarlarga xalqqa to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkonini berardi. Shaharlarda reproduktorlar, xonadonlarda yoki ko'cha ustunlarida osilib turadigan ulkan karnaylar paydo bo'ldi. Odatda ularning chastotasi bitta davlat chastotasi edi. Germaniyada bunday asboblarni Goebbelsafti deb atashardi. O'shandan beri ertalab madhiya ijro etish an'anasi boshlandi. O'sha paytlarda reproduktorni o'chirish deyarli imkonsiz edi. Shuning uchun madhiya jamoaviy uyg'otgich vazifasini o'tardi. Radio davlatning fuqarolar qulog'iga bir tomonlama uzatishi edi, xolos. Endi Orwellning katta og'a tasvirlangan doimiy yoniq ekranlari g'oyasi qayerdan kelib chiqqanini tushungandirsiz. Biroq radio texnologiyalarning rivojlanishi axborot monopoliyasini yaratishga imkon berganidek, uni barbod ham qildi. 1950-yillarda qisqa to'lqinli ko'chma tranzistorli qabul qilgichlar ommaviy ravishda paydo bo'la boshladi. Ularning chastotasini o'zingiz sozlashingiz mumkin edi. To'satdan fuqarolar qo'lida yer yuzidagi deyarli har qanday radiostansiyaga ulanish imkonini beruvchi qurilma paydo bo'ldi. Har qanday deganimda hazillashmayapman. Masalan, 1977-yilda radio havaskor Valeriy Atabekov Sovet ittifoqidan turib Hind okeaniga sayohatga otlangan sayyoh Turxedral bilan bog'lanishga erishdi. Tranzistorlarning qudratini siyosatchilardan birinchi bo'lib Charles de Gaulle angladi. 1961-yilda u Jazoirdagi askarlarga tranzistorli qabul qilgichlar tarqatishni buyurdi. O'shanda OAS tashkilotidagi fransuz ultramillatchilari davlat to'ntarishi uyushtirib, Jazoirning Fransiyadan ajralishiga to'sqinlik qilmoqchi edilar. De Gaulle uchun askarlarning fitnachilar ta'siriga tushmasdan turli manbalardan ma'lumot olishlari muhim edi. Totalitar mamlakatlarda esa bunga qarshi kurashishga urindilar. Masalan, Reyxda uning so'nggi kunlarida faqat irqiy jihatdan to'g'ri stansiyalarni tinglash imkonini beruvchi doimiy sozlangan tranzistorli qabul qilgichlar ishlab chiqarildi. Biroq bu sa'y-harakatlar behuda edi, albatta. Keyin 1991-yilda internet, 2004-yilda esa birinchi ijtimoiy tarmoq Facebook paydo bo'ldi. Bu sotsiologiya nuqtai nazaridan ham ajoyib va o'z vaqtida qilingan ixtiro edi. 1980-yillar oxiri, 1990-yillar boshlarida butun dunyo jamiyati inqiroz holatida edi. Jadal urbanizatsiya odamlarning ommaviy ravishda shaharlarga ko'chishiga olib keldi. Aholining harakatchanligi esa an'anaviy ijtimoiy aloqalarning uzilishiga sabab bo'ldi. O'sha chinakamiga haqiqiy hech narsa yo'q va hamma global miqyosda yolg'iz bo'lgan plastik dunyosi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar esa voqealarni teskari tomonga burishga imkon berdi. Endi biz shaxsiy aloqalar o'rniga o'nlab va yuzlab onlayn aloqalar mavjud bo'lgan, ko'pincha ulardan kam bo'lmagan global qishloq voqeligida yashayapmiz. Ammo internet shunchaki muloqot joyi emas, balki har kim o'z kontentini oson va deyarli cheklovlarsiz yaratishi mumkin bo'lgan makondir. Platforma qoidalari mavjud, lekin bunday platformalar ko'p, garchi yetarli bo'lmasa ham. Men hozir yangi texnologik inqilobni baholashga urinmayman, chunki biz uning ichida yashayapmiz. Biror narsani baholash uchun esa qiziqish obyektidan ma'lum masofada bo'lish kerak. Bu nafaqat makonga, balki vaqtga ham taalluqli. Shunga qaramay, ba'zi tendensiyalar baribir ko'zga tashlanmoqda. Aloqa tezligi oshib bormoqda. Biz tobora ko'proq ma'lumot iste'mol qilayotgan bo'lsak-da, xabarlarning o'rtacha uzunligi qisqarib bormoqda. Bundan jurnalistlar va siyosatchilar, blogerlar va marketologlar, populistlar va targ'ibotchilar foydalanmoqda. Bu hodisaning voqeligimizga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hali uzoq vaqt anglab yeta olmaymiz. Garchi ayrim muammolar allaqachon ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, masalan, atrofimizdagi ma'lumotlar haddan ziyod ko'payib ketgani. Xususan, yaqinda mening fikrimcha, smartfon ixtiro qilinganidan buyon eng muhim texnologiya nihoyat rivojlanishga kuchli turtki oldi. Men axborotni qayta ishlashning eng zo'r usuli, til bo'yicha katta ma'lumotlar modellari haqida gapiryapman. Hozirning o'zidayoq ular asosidagi vositalardan, masalan, men har kuni foydalanmoqdaman.
Axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar shiddat bilan o'zgarib, ma'lumotlar hajmi tez o'sib borayotgan bu dunyoda ko'pincha o'z savolingizga ishonchli va aniq javob topish qiyin bo'lmoqda. Va bu nuqtada Yandexning yangi xizmati Nero yordamga keladi. U internetdagi barcha bilimlarni bir javobda jamlaydi. Hayotimizni osonlashtiradi va qulaylashtiradi. Tasavvur qiling, sizda shunday savol paydo bo'ldiki, unga javob topish uchun o'nlab turli manbalarni ko'rib chiqishingiz yoki butun boshli izlanish o'tkazishingiz kerak yoki eski bidoni ko'rib uni kim qurganini bilmoqchisiz yoki buyuk fransuz inqilobining shart-sharoitlarini bilish kerak bo'lib qoldi. Siz shunchaki neyronga savol berasiz va u darhol ma'lumot manbalariga havola qilgan holda javob beradi. Agar neyro javobida xatolik bo'lsa, demak bu xatolik asl manbada ham mavjud. Shuning uchun siz har doim ma'lumotni qayta tekshirishingiz mumkin. Rolik boshida neyroga savol berganimni o'zingiz ham ko'rdingiz. Biroq neyro bilan o'zingizga qulay bo'lgan tarzda muloqot qilishingiz mumkin. Qisqa yoki uzun, matn yoki rasm orqali. Bundan tashqari siz har doim savolga aniqlik kiritishingiz mumkin. Nero esa mavzu doirasida javob beradi. Xullas, o'zingiz sinab ko'ring va qanchalik qulayligiga ishonch hosil qiling. Barcha havolalar videosidagi tavsifda keltirilgan. Ularni bemalol bosing, o'ting va Neroni mustaqil sinab ko'ring. Insoniyat tarixida axborot bilan ishlash usuli doimo o'zgarib kelgan. Har safar sof texnologik o'zgarishlar hayot tarzi, madaniyat va siyosat kabi ko'plab sohalarga ta'sir ko'rsatgan. Deyarli hamma narsaga ta'sir qilgan. Natijalar har doim turlicha bo'lgan, lekin har safar biz insonlar duch kelgan yangi sharoitlarga moslashganmiz. Hozir ham xuddi shunday jarayon kechmoqda. Shunday ekan, o'ylab ko'rish vaqti keldi. Sizda bunday moslashish uchun yetarli vositalar bormi? Yangilikni o'rganing, zamonamiz in'omlaridan foydalaning va savol berishdan qo'rqmang. Men esa ushbu videolarni ko'rayotgan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Umid qilamanki, mavzu sizga qiziqarli bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, hech narsani o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Eslatib o'taman, bizni Telegram kanalimiz bor. U yerda ham barcha e'lonlar va boshqa ko'plab qiziqarli ma'lumotlar tez-tez chiqib turadi. Bizni Boosty yoki Patreon orqali ham qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. O'zingizga qulayini tanlang. U yerda siz videolarni reklamasiz ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuningdek, biz bilan Telegramdagi yopiq chatimizda muloqot qilishingiz mumkin bo'ladi. Fikringizni izohlar bo'limida yozing. Tez orada ko'rishguncha. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.